2026 Cadillac Tort Sport sedan bo'lib, u o'z segmentida juda jozibali, kuchli va texnologik jihatdan boy avtomobil sifatida e'tiborni tortadi. Bu model o'zining zamonaviy tashqi ko'rinishi bilan yo'lda darhol ajralib turadi. Aerodinamik siluet, chiroyli faralar va yangilangan radiator panjarasi bilan jihozlangan bo'lib, unga nafaqat sport uslub, balki nafislik ham baxsh etadi. Tort kichik o'lchamiga qaramay ichki makoni juda qulay va ergonomik tarzda tashkil etilgan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud bo'ladi. O'rindiqlar yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzun safarlar davomida ham qulaylikni saqlaydi. Salonda joylashgan multimedia tizimi yuqori aniqlikdagi sensorli ekran orqali boshqariladi va Bluetooth, Apple CarPlay hamda Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haydovchi va yo'lovchilarga sevimli musiqa va ilovalardan foydalanishni juda osonlashtiradi. Rul ustidagi boshqaruv tugmalari barcha muhim funksiyalarni tezda bajara oladi va bu haydovchining e'tiborini yo'ldan chalgitmaydi. Konditsioner tizimi salon ichidagi haroratni qulay darajada ushlab turadi va uz portlar orqali qurilmalarni zaryadlash imkonini beradi. Tortning ichki yoritilishi va yuqori sifatli pardoz elementlari har bir yo'lovchiga yoqimli muhit yaratadi. 2026 Cadillac Tort dvigateli kuchli tezlanish va yuqori moment bilan ajralib turadi. U shahar ichida ham ochiq yo'llarda ham barqaror harakatlanishni ta'minlaydi. Turbo dvigatel past yoqilgi sarfi bilan ishlaydi va shu bilan birga jozibali sport xarakterini yo'qotmaydi. Avtomatik uzatma qutisi tez va silliq almashadi, bu esa haydashni juda yoqimli qiladi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yutadi va salondagi shovqinni kamaytiradi, bu esa yo'l bo'ylab farovonlikni oshiradi. Xavfsizlik bo'yicha Tort Apps barqarorlik nazorati tizimi old va yon havo yostiqlari bilan ta'minlangan bo'lib, bu yo'l harakati xavfsizligini maksimal darajada oshiradi. Ortga qarab kamera va parkovka sensorlari tor joylarda to'xtashni juda osonlashtiradi va haydovchiga qo'shimcha ishonch bag'ishlaydi. Shuningdek, tormoz tizimi tez va ishonchli javob beradi, bu esa favqulodda vaziyatlarda juda muhimdir. Bagaj bo'limi yetarli darajada katta bo'lib, kundalik xaridlar yoki sayohat uskunalarini bemalol sigdira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk joyini kengaytirish mumkin. Videoni tomosha qilayotganda barcha afzalliklarni diqqat bilan o'rganing va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida eng so'nggi sharhlar va batafsil tahlillar kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni yozing. Rahmat sizga.